Xush xabar bilan shum xabarning qaysisini boshda anglamoqqa. Ularning nishoni qayerga ekan? Qadrli ko'rilman do'stlar, men Pyongyang. Siz zodi kim bo'lasiz? Men faqat bir yo'lovchi. Meni yo'lovchi desanglar bo'ldi. Qavming bilan nimali bo'lsin ismoga yuz kila alishing kerak-da. Biz u aeroplanning simsiz aloqa chastotasini to'sib qala olamdik. Buni qanaqa qilib bo'ladi? Ularga yaxshi nasihat qilamiz-da. Men buni qilolmayman. Qavming Jungwei, orden elishni xohlamamsan? Bu dunyodagi nomini tiklaydigan eng yaxshi fursat. Koreya qahramoni Shu Gaoming Jungwei. Hech qanday qadam to'lash bilan hisoblashmayman. Bu yana Chaoshan desam bo'lamdi. Pyongyang tagininglarni qarshi olamiz. Bu shundoq bo'lganda haqiqiy chiqadi. Ziyoratni qabul qilsan, yana ordenga erisha olasan. Bu nihoyatda katta fursat. Kishilar erkinlik ham tinchlik shuarini to'lamoqda. Mustabid davlat Unga taqobil turish loyihasini o'tirg'i qo'ymadingiz. bu qitimqi voqeada Haqiqatmi yolg'onchilik o'zgara oladi? Yo'q. Yolg'onchilikmi haqiqatga o'zgara oladi?